Assalamu alaykum, qadrli ko'rman do'stlar. Yaxshi kitoblar tashkisi bir kitob bir alam programmasi davomli huzurlarda bo'ladi. Dunyodagi xilma-xil kashfiyot, ixtirolar va rangarang madaniyatlarning hammasi insonning yuksak aql farosatining va tinimsiz izlanishlarining javhiri va mas'uli. Aql farosatning cheki izlanishning oxirgi nuqtasi bo'lmaydi. Bilim jug'lash va talant yetildirish uchun to'xtamasdan izlanishga, o'rganishga shundaqla o'rganganlarni amaliyotga tatbiqlashga to'g'ri keladi. Sharq shamili qurilishi kitob nashr qilish turi kirgizilgan 100 minglagan nima uchun degan bu yurishli kitob yuqorida deganlarimizga bishoratdir, ishoratdir. Biz bugun dal 100 minglagan nima uchun nomli yurishli kitob haqida suhbat quramiz. Suhbatimizga ikki aziz mehmonni daxil qildik. Bulardan biri O'rin shaharlik 23-chi o'rta maktabning oliy darajalik o'qituvchisi Yusufjon Niyozmolov. Yana bir mehmon Xinjiang universiteti fizika fanlarining magistr aspiranti Abdug'ani Yo'lbos efendi. Nima uchun degan bu savollarni biz har doim o'zimizdan so'rab turamiz, ham boshqalardan so'raymiz. Alamning sirlarini aytishga ilhomlantirdi. Odamning ko'z chiqishlarini va mustaqil fikr qilish iqtidorini yetildira oladi. Nima uchun degan bu savollarni biz har doim o'zimizdan so'rab turamiz, ham boshqalardan so'raymiz. Balalar bizdan so'raydi, biz cho'nglardan so'raymiz, o'zaro bir-birimizdan so'rashib turamiz. Bu savolning keyiniga bizga ma'lum inson izlanishlarininki nurg'un sir hikmatlari bunga yoshirilgan. Undaqda Xinjianglik nashriyati yaqinda 100 minglagan nima uchun nomli kitobni yana qaytadan nashr qilib ko'rgan do'stlarimizning huzuriga sundi. Abdug'ani efendi sizdan so'rsam, mush kitobninki mazmunining ham chetilish doirasi nereden Muşni bir avval bir şərhlab etgan bo'lsangiz. Bu 100 minglagan nima uchun bu kitob chetilgan doirasi intayin keng bo'lib, buningda shu sirliq olam, yer shari, qiziqarli o'simliklar, hayvonotlar, shu o'zimizningki odam badani, andiki shu madaniyat va bu qurol yaroqlar, qatnash qurollari degandek shu sohalarga chetilgan mazmunlar bo'lib, buningda hamda umumlashtirib aytsak tabiiy va ijtimoiy fanlikka barliq sohalarga chetildi. Undaqda shu 100 minglagan nima uchun nomli kitobninki qaytalab nashr qilinishi, shundaq uzluksiz nashr qilinishi nimadan darak beradi Abdug'ani? Bilishimcha bu kitob ham shu 60-70 yillardan tortib nashr qilinib turibdi. Bu kitobning uzluksiz nashr qilinishi shu bilimlarningki uzluksiz yangilanib turilishi. Bu kitob shu sababdan uzluksiz qayta nashr qilinishini darak berdi. Yusuf efendi bu masalaga qarata sizning qarshingiz qanaqa? Bu kitobni bayatın degandek 60-yillardan boshlab hozirgacha 4 qatim nashr qilinib, butun Jungoninki yezi qishloqlaridan tortib har qanday oilaga keng tarqalgan. Bu kitobning mushundaq keng ko'lamda tarqalishi, kishilarning bu kitobni shunday suyib o'qishi, bu kitobningki kishilarga amaliy naf beraligini. Bu kitobningki da tasvirlangan, bu kitobda ifodalangan fan texnika bo'lsin, mayli yangi taraqqiyotlar bo'lsin yoki turmushimizdagi oddiy savodlar bo'lsin, bu kishilarningki turmushiga intayin yiqilishlaligini, ham kishilarningki buni o'qib tushunalganligidan, ham buningki o'qirmanlar ko'p bo'lg'achqa bu kitobni qayta nashr qilishga bo'ladi. Agar u kitobning o'qirmanlar bo'lmasa, u kitobni nashr qilishningki zaruriyati bo'lmaydi. Ammo bu kitobningki bir qism to'rlardagi va boshqa yerdagi muloyizalarni, munoziralarni ko'rib boqdim. Kishilarning bu kitobga bergan infosi intayin yaxshi. Bularni olgandan keyin, setib olgandan keyin ilingan, olgan matningki nihoyat yaxshi bo'lganligini bas-basda inkos qilishyapti. Shu sababdan bu kitobningki hozircha nashr qilindi. Meningcha men o'ylig'ini bu kitob balkim kelgusida buningdan keyin davomli nashr qilinishi kerak, ham nashr qilinmoqsi. Demak, o'qirmanlarimiz bilan bo'lgan yiqilish darajasi buni orliqini yaqin degan gapda, bak amaliyotchilikqa va qo'lnishligiga bo'lgan bir kitob bo'lgach qaytlab nashr qilinayotgan bo'lishi mumkin. Uning ustiga bu kitoblarniki har bir sahifasida, har bir boblarda aks etayotgan, ilmga tutishadigan, izlanishga tutishib ketadigan nurg'un sarxil savodlar va bilimlar bor. Undaq deyishim ma'lum, mush kitobda mujassamlangan ilm fan ro'yini biz qaysi nuqtalardan sharhlab baqsaq bo'lar? Bayatın Abdug'ani efendi bitib ketdi. Bu kitobning chetilish doirasi intayin keng. Cho'ng osmon jismlaridan tortib kichik turmushimizga kichik savodlargacha butun jarayon nihoyatda
bu kitapның tili nayt oddiy. Her bir nima uchunki tushuntirilishini nayt oddiy, buni bolalar o'qib tushunoladigan, cho'nglar o'qib tushunoladigan, eliqi murakkab fan texnik so'z iboralarni qo'shmasdan nayt oddiy tilda ilmiy sharhlab bergan. Hargiz bu kitobga so'zlangan har bir nima uchunki yeshilishi hargiz bir o'ydirib chiqarilgan yoki boshqa yerdan keltirib chiqarilgan narsalar emas. Nayt hammadan qoyil bo'g'dak darajada tasvirlab bergan. Masalan, aytayli, oddiy bo'lgan. Nima uchun odam uxlashdan burun tishini cho'tkalaydi? Odatda biz asosiyatini tishimizni cho'tkalaymiz. Nima uchun cho'tkalaymiz? Buni balkim ba'zida javob berolmasligi mumkin. Buning javobini oddiy-ku. Mushunga o'xshash oddiy sabablardan tortib, masalan, olam kemisi nima uchun osmon olamga chiqalaydi? Mushunga o'xshash cho'ng javobgacha bo'lgan butun savatlar oddiy tushunishlik tilda, ilmiy usulda sharhlab berilgan. Hamda bu kitobningki ahmiyati bo'libmi hozirgi bizningki o'sha yosh o'smirlarga nisbatan ahmiyati intayin zo'r deb qarayman. Chunki bu kitobda bayotin deganga o'xshash o'simliklardan tortib, hayvonlardan tortib butun osmon jismlarigacha bo'lgan hamma soha tasvirlangan bo'lg'achqa bizningki nurg'un yosh o'smirlarimizningki bular bilan uchrashish fursati intayin oz bo'ladi. Masalan, biz hayvonlarni faqat hayvonotlar bog'chisi bo'lgan ko'ra olamiz. O'simliklar bog'chisi berib ko'ra olamiz. Hatto u yer ko'rgandimi, biz shu hayvonningki qanday hayvon ekanligi, masalan, bir xil alayda o'simliklar bor, alayda hayvonlar bor, mushlarningki badan tuzishining qandayligi biz tushunib olmaymiz. Lekin bu kitobni o'qigandan keyin bizga nihoyatda oddiy usulda turmushga singib kirgan asosda bizga qoyiliqlarlik javob bera oladi. Demek bunun ilim fenleri oynayıp yüksek buluştan birge yani bir xil kolun içanlığı bir amubaklık ege. Çoğlar bilen balılar, ösmürler. Kimli okusa qaysi sadıklar okuyavas bilen yaş alaylığı maskeli verdi. Üzgü tegişlik neymiş şunun cevabını tepki kalıyor demek için sizde. Hoş dünyada izlenişinin lezzetinden artık lezzet ve kuşallık olması gerek Abdülgani. Ondaktan bu şu neymiş için degen sualının ki kayniga yoşurungan ma'na va qatlamlarni o'sha 100 minglagan nima uchun nomli kitobdan chiqish qilib bir sharhlab ketamsiz. Endi biz bu nima uchun degan bu savolni biz ba'zida oddiy ham murakkab deb qaraymiz. Ham buning oddiyligi deganimizda shu nima uchun degan bu savolninki bir ikki oddiy so'zdan tuzilganligi. Ham murakkab deganimizda shu nima uchun degan bu savolga yo'shirilgan ma'nolarniki shuningki chunqur ma'nosiga qartilgan bo'lib, ham buningki yo'shirilgan chunqur ma'nosi deganimizda shu nima uchun degan shu savol odamni o'ylantirish, tafakkur qildirish, izlantirish orqali shu olamning sirlarini yechishga bizni undaydi. Buningga yuklangan chunqur ma'no bo'lsa, shu kishilarni to'xtamay olg'a yurgizishga, izlanishga yurgizib, shu olamning sirlarini yechishga ilhomlantirdi. Masalan, ilib aytsak, shu Newton yosh vaqtida shu bir bog'da kitob ko'rib o'tirib, shu tuyuqsiz ustidagi bir olma shixidan bir tal olma beshig'i tushib ketdi. Bu olma tushib ketgandan keyin bu o'tirib, bu olma nemishqa osmonga chiqib ketmay, shu yerga tushdi, mening beshimga tushdi degan bir nima uchun degan bir savolni qo'yish orqali keyin u to'xtamay izlanib, shu savolning javobini topib chiqdi. Hamda bu yerda bir olamning tortish kuchi deydigan shu bir fizikalik shu qonuniyatni topib chiqdi. Demak, shu nima uchun degan bir bu savol oddiyda qilgan bilan buningga bir chunqur ma'nolar yo'shirilgan. Nima uchun degan savol demisi biroz oddiy ham murakkab savol. Buni oddiyga bu savolninki bir erkin tashkil topganligi shundaqlar. Kimdan qanday ravishda so'rash bo'laveradiganlar. Uning murakkabligi, uning kayniga yo'shirilgan, tafakkur tutishadigan, izlanish tutishadigan, ilm tutishadigan nurg'un sir hikmatlarning yo'shirilganligida. Ama şu kitapta aks ettirilgan kitapta yazılgan olamga ait, onundan başka şu adamning bedeniga ait, xilma-xil o'simliklar, jonliqlar, hayvonotlarga ait ve shundaqla rangarang madaniyatlarga ait bo'lgan nurg'un uchurlarni, savatlarni bu kitobdan topa olamiz. Meningcha bu kitap yanala bizningki
suyimlik ballarımızga texmi əməlinə bərələndiген deb qarayman Yusufcan. Məşunda qaraganda 100 minglagan nima uchun nomli bu kitob o'quvchilarimizning izlanish va tafakkur odatiga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin? Birinchidan bu kitobni o'qigan har qanday bir odamningki shu tabiatga bo'lgan yirismanligi cho'qim qo'zg'aladi. Tabiat mushundaq rangorank, tabiatda mushundaq sirlar borki, men bu sirlar ustida bir iznib boqaychi degan o'xshash izlanish tuyg'usini qo'zg'atadi. Izlanish bo'lish uchun oldindan bu odam kuzatish iqtidori bo'lishi kerak. Shunga bu kitobni o'qiganda birisi odamningki kuzatish iqtidorini va mustaqil fikr qilish iqtidorini yetildira oladi. Ikkinchidan o'qirmanlarningki masalan bilim asosini puxtalaydi. Masalan, bu yerdagi izlanish ro'yi deb qoldik. Masalan, shu insoniyat tarixiga ta'sir ko'rsatgan nurg'un kashfiyotlarning ichida nurg'un kashfiyotlar oddiy ishlardan boshlangan. Shu oddiy ishlarni kuzatish, uningga ustida jafo mushaqqatga chidab turib, uni tadqiq qilish asosida oxiri nihoyat olamshumul kashfiyotlar borliq kelgan. Masalan, aytaylik, shu termometrning kashf qilinishdimi, ayni vaqtida italiyalik taniqli olim Galilei shu meditsina universitetiga o'tgandan keyin 17 yosh vaqtida shu doktorxonaga kirib, nurg'un kasallarningki kasallik alomatining shu badan temperaturasi bilan intayin zich munosabat kelgan bayqagan. Bu bayqash natijasida bu shu badan temperaturasini o'lchashning bir oddiy usul bormidi deganini izlangan. Oxir iznib hozir biz ishlatayotgan termometrni kashf qilgan. Masalan, odatda biz turmushimizda kunda ayrilmaydigan bir narsa bor, serpma. Masalan, turmushimizning butun sohasiga singib ketgan-ku. Masalan, bu shu serpmani kashf qilinishda amerikalik bir muzdoz anglaslab buni bayqagan. Chunki bu amerikaliklar bu uzun qo'yinchoq o'tib kelgandan keyin o'tikning sho'ynisini bog'lashga intayin nurg'un vaqt ketgan. Avarchiq tap qargan. Shu mozdozmi mushu kichik nuqtani tutib kuzatish orqali men mushuni bir oddiylashtirib boqmaymi deb serpni ustida izlangan. Garchi oxirida butunlay muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsa-mu, keyingi mushu serpniningki barliq qilishida belgilik to'kpilarni ko'rsatgan. Mushlarni o'zidan bilishga bo'ldiki, bu kitobningki o'qigandan keyin odamningki tafakkurini g'idiqlaydi. Odamning yangi bir izlanish, bir yangi bir ma'lum bir narsaningki asosini bilish haqida bir izlanishga odam turtki bo'ladi. Shu asosda, shu izlanish asosida biz ham jafo mushaqqatga chidab, davomli kuzatib, tadqiq qilib, bu yo'lda harmayt olmay, ter to'kkanda ananiki biz bayatın degan o'xshash olamshumul to'kpilarni qo'l keltirgili bo'ladi. Undan boshqa biz doim bolalarning savollariga duch kelamiz. Qanday savol deganda, birisi balalarımız alemge bak kızıqıdı, asmanga bak kızıqıdı, asman gümbezlerdeki san-sanaqsız yıldızlar bak kızıqıdı. Bizden en köp soraydigan bir sual nima desa, sadımız asmanda yıldızlar qanchalik? Yıldızlarımı soqishib ketish hadisi yüz biramda, qatnash hadisi yüz biramda asmandımı degan balalarımızda sualga uchraymizmi? To'g'ri, to'g'ri. Bundan qaragan chaqda bu savolga mush kitobdan javob chiqadi ekan. Demak, mayli Galileyningki mushu masalaga qiziqish tufaylidan nima uchun degan savolning to'tkisida durbundan kechib qo'ygani bo'lsin. Mayli balllarımızdan bizden daim sorab turadigan mushu sog'liq tashkilotga mushtaraflar bo'lsin hammasi yuzim olgan nima uchun degan bu qoral xarakterli kitobdan bu chiqadi ekan. Addisi ishak nima uchun yig'ilmaydi degan mushuni tashkilotga mesela kulkili qizg'arliq savollarmi bu kitob aks etgan ekan. Mush olamninki chekizat qanchalik cheki bormi degan efendim. Chekini chiqamidi? Tabiatdagi nurg'un sirlar buningda oshkorlangan. Abdug'ani efendi anlasam siz mi ders yürüdü ekansiz. Undaqda siz ders yürüdügan o'quvchilarning sizdan eng ko'p qaysi savolni so'raydiganligini bilgim bor. Men esimda qilishcha, mendan eng ko'p so'raydigani shu zot olamning cheki qanchalik degan shu savollar so'ragani esimda bor. To'g'ri, bu savol oddiy savol emas. Undaqda mush olamninki chekizat qanchalik cheki bormi degan efendi. Va hozircha shu olimlar, tadqiqotchilar bayqida shu olamninki chekini tip chiqamidi. Endi shu quyoshning o'zi shu samoyo'l sistemasiga bir turg'i yulduz. Ama shu samoyo'l sistemasida shu quyoshdek turg'i yulduzdan taxminan 100 milliard dona shu turg'i yulduz sistemasi, turg'i yulduzning borligini bayqagan. Ama shu yerda yana olimlar shu samoyo'l sistemasiga o'xshab ketadigan shu turg'i yulduzlar sistemasidan yana 1 milliard shunday bayqida. Endi biz gerçi shu yerda 100 milliard nur yiroqlikka shu turg'i yulduz sistemalarini, samoyo'l sistemini kuzatalsakmi, lekin bu taqa shu olamningki kichikkina bir qismi. Taqa shunga biz hozir taqa shu olamningki kichikkina
az bir qismini bayqay oldik, qolgan qismini bayqab yetamiz. Demak, bu shu olamniki hozircha chekki yo'qligini bunga derak berdi. Yusuf Jamal, sizin tabiiy o'qituvchisi bo'lgandan keyin balkim sizningmi bolalarning eng ko'p so'raydigan savollarining birisi shu nima uchun degan savol bo'lishi mumkin. O'shani sizning his qilganlaringizni anglab boqaman. Bizniki endi mavzu matematika o'qishga menga burundan da bolalar eng ko'p so'raydigan savoli bir-birini qo'shib ma'lum nima uchun ishga bo'ladi deydigan savol endi. Bunga bolalar radiyan bergan bo'ldi, ma'lum bir-birini qo'shishga bo'lmaydi ekan. Nima deb desam, ma'lum mayada bir dövqum bor, mayadan bir dövqum bor, ikkisini bir aralashtirsam yana bir dövqum bo'lmamdi. Deydiganda endi bu yerdagi matematika uqum masalasiniki aralashtirib etilganligi bu. Endi men bir dada bo'lgandan keyin meniki uyda 9 yosh bir qizim bor. Bu qizim mendan bu shu nima uchun degan savolni nihoyat ko'p so'raydi. Masalan, meniki qizimdan bir savol so'ragan savol, dada nima uchun yomg'ir yog'di degan savol. Shuning bilan men unga darhol javob bermadim. Shundan bu 100 minglagan nima uchun degan kitobni eppadim buni. Eppagandan keyin o'zi o'qib tushunibdi. Men tunugin bu savolni qizimdan so'radim. Nima uchun yomg'ir yog'di desam, dada yomg'ir yog'ishining sababi bor ekan. Deb buni aniq tushundirdi. Shu dengizlardagi suvning o'rinishi, o'rninki osmon uchishi, uningki sovuq iqlimga yo'liqqandan keyin suv parlarga aylanib, to'ng yomg'ir bo'lib tushishidan iborat qonuniyat nihoyat aniq tushuntirib berdi. Anaki yana birisi, mendan birisi shu nurg'un bolalar so'raydi-da, bu shu ko'zoynak yilon, odatda biz shu Hindistonlarningki kinolarni ko'rsak nihoyat ko'p uchirtimiz, ko'zoynak yilon muzika chalgandagi bu usul o'ynaydi. Endi nima uchun usul o'ynaydi? Chunki bu yerdagi yilonningki anglashsizim intayin tuvan. Uning o çalgan muzikini anlayalishi mumkin emas. Unda bu nima uchun usul o'ynaydi? Mush kitobda bunga nihoyat aniq tafsili tushuncha bergan. Men bu o'ylaydim, shu yilon muzikini olgandan keyin shuni hayajon usul o'ynagan o'xshaydi. Sizlar sizin bor o'xshaydi. Sizlar sizin bor o'xshaydi deb qopdimi? Amaliyot unda emasga. Bu yilonningki anglashsizim bo'lmaydi, intayin tuvanki. Bu faqat shu usul o'ynatquchininki yagi tepgandan keyin chiqqan titrashi sizniki. Sizgandan keyin bu sharpin sizgandik bu itan g'azablandik ekan. G'azablangandan keyin bu yilonningki bo'yni ko'pidi ekan. Köpkendan keyin bu boshini ko'tardi ekan. Ko'tarib shu yilon o'ynatquchiga g'umyib qaraydi ekan. Yilon o'ynatquchininki harakatining o'zgarishiga ergishib, bu o'zining harakatini u yoq bu yoq qildi ekan. Bunda qilishga sabab bu bir fursat tepib, mush yilon o'ynatquchini chiqib olishga. Hargiz u muzika ergishib usul o'ynagan emas ekan. Men buni ko'rgandan keyin o'zim shunday bir hayron qoldim. Men burundan shunday deb qaraydim, bu yilon mushni qarab usul o'ynaydigan o'xshaydi deb. Ondaqda Abdug'ani efendi kitapninki mazmundan chiqish qilgan ahvolda bir talqib baqsangiz, inson izlanishlarininki cheki bo'lamdi. Menimcha izlanishning cheki bo'lmaydi. Buni deganimizda, shu insonlar paydo bo'lgandan tortib, ibtidoiy jamiyatda insonlar shu hayvonotlarning terilarini jepinchi qilib, shu jarayondan tortib, hozirga qadar shu taraqqiy qilgan shu osmonga, oy shariga, shu yerga olam kiyimlarini qo'yib berish degandek, shu taraqqiyotlarga erishishninki asosi shu insonlarningki to'xtamay izlanganlikning natijasi. To'g'ri. Ama şu osmon jismlarini kuzatish, shu olamning chekini, shu osmonda qanchalik yulduz borligini aniq bir oydinlashtirib, buni tep chiqolmadi. Shunga shu izlanishninki cheki bo'lmaydi. İnsanlar bo'ldi ekan, shu izlanish uzluksiz bo'lib turdi. İzlanishning cheki bo'lmaydi. Yashashingiz hamlet bir izlanish jarayoni bu. To'g'ri. Jamal mushaqqatli qarashlaringizni anglab boqaman. Endi dunyo o'zimizni bilamiz, sirlar bilan to'lgan. Dunyodagi sirlar yechilmaydigan insoniyatningki bu sirlar ustidan g'olib kelishi va sirlar ustida izlanishi menga to'xtab qolmaydi. Masalan, hozirgi davrning o'zidami bizdan necha yuz yil burun bizning burungi ajdodlarimiz o'ttirib qo'ygan nurg'ulg'an sirlar hozirgacha yechilmadi. Masalan, piramidaning siri deymiz. Masalan, fizikada nihoyat ko'p ishlatilgan qora o'nkurning siri deymiz. Masalan, matematikalardan bor Goldbach qiyosi deymiz. Bular o'ttirib qo'yilgani uzun yillar bo'ldi. Lekin hozircha bularning siri yechilmadi. İnsanlar bu ishni yechishda to'xtamay izlanyotdi. Biz izinib buningki sirni yechilmaganda bizningki avlodlarimiz izlashi mumkin. Demak, dunyoning bu sirlari yechilmagan asosda bu yerdagi odamdagi izlash ro'yi menga to'xtab qolmaydi.
chidayotgan shu seri hikmatlarga munosabatli sharaflarda mush kitobda qanday darajada savod bergan hamda mush inson izlanishlarga qarata. Bu kitobda hamda inson izlanishlarga nisbatan yo'l ochib bergan desak bo'ladi. Chunki buningda eng oddiy izlanishlardan tortib, hayotdan deganga o'xshash va olam jismlarigacha bo'lgan butun tabiatdagi nurg'un sirlar buningda oshkorlangan. Masalan, odatdagi turmushimizda biz nurg'un narsalarni bilamiz. Odatda qo'llanamiz. Lekin mushuning nima uchun deganga javob bermasligimiz mumkin. Masalan, odamning badanida 206 parcha ustxondan, so'ngakdan tarkib topgan. Masalan, nurg'un odam o'ylaydi, bu so'ngak tutsa, nima uchun odam igilalaydi, o'ngsulga midriyalaydi? Chunki buningda umurtqaninki elastikiligi rol o'ynagan. Nurg'un odamlar mushuni bevosita tushuntirib berilishi natayin. Buningda biz texnik davomli izlanishimizga, buningdan keyingi mushu tabiatdagi sirlarni yeyishimizga to'g'ri keladi. Hamda bu yerda bu kitobda bizni mushuni ushuri bilan ta'minlagan desak bo'ladi. Biz mushu asosda mushu kitobdagi ruhdan o'rganib, buningdagi tabiatdagi yeyishilmagan sirlarni yeyish uchun izlansak, bizda nurg'un olimlar, kashfiyotchilar chiqadi deb qarayman. 100 minglagan nima uchun degan bu kitobda inson izlanishligiga munosabatli narsalar keng doirada, keng sahalik alda sharhlangan ekan. Yusuf Jamolim endi 100 minglagan nima uchun nomli bu yurish kitobga shu olam sirlaridan tortib insoniyat o'zlari ixtiro qilgan rangarang madaniyatlar qatlamiga bo'lgan turli tuman sohaga tutishadigan shu keng soha aniq ixcham ommabop shaklda kirgizilibdi. Undaqda kishilarningki mushu bizdavotgan maslik tutishib ketadigan mushu taraflarniki kishilarningki bilim qurilmasini oshirib ularning universal sapasini yuqori ko'tarishda bu kitobdagi uchur xarakterlik savodlarning qoral xarakterlik bilim mujassamlarininki qanday yordam bo'ladi? Endi bu 100 minglagan nima uchun degan kitobimiz bir qoral kitob. Amaliyotda bir qomus deb qarasak ham bo'ladi. Bu kitob jamiyatning taraqqiy qilishiga bayonot degandek uzluksiz yangilanayotdi. Kishilarni birinchidan har xil uchurlar bilan ta'minlaydi. Masalan, hozir shu fan texnikani taraqqiy qilishiga ergishib, masalan, shu urush qurollari qanday yangilanayotdi. Masalan, nurg'un odam qurol qiziqishi mumkin. Bu qurollarni qanday yangilanayotdi? Har bir qurolni qanday olaydi va bu kitobda nihoyat aniq tasvirlangan. Andan keyin shu insonlardagi yangi bayqash, yangidan bayqalgan bayqash biz buni uchurlarni darhol biz egallab olishimizni ataydi. Lekin bu kitob bizni shu uchur bilan ta'minlagan. Shu jihatda aytgan chaqda bu kitobningki nashr qilinishi birisi kishilarningki bilim saviyasi, nazar doirasini kengaytirdi. Yana birisi bu kitob odamningki nervisini g'idiqlaydi. Chunki bu kitobda intayin oddiy bo'lgan sirlardan tortib bayonlangandek eng yuqori fan texnik sirlar o'tirib qo'yilgachqa bu odamning nervisini g'idiqlaydi. Mushundoq oddiy savodlar borki, unda bo'lsa men boshqa narsalar ustida iznib boqamdim, izlab boqmamdim. Odamni izlanishga undaydi. Ondan keyin shu kitobningki ichidagi mazmunlar, masalan, bizniki bo'libmi shu yosh o'smirlarni tarbiyalashda intayin cho'ng rol o'ynaydi deb qarayman. Chunki yosh o'smirlarningki jamiyat bilan uchrashishi, tabiat bilan uchrashishi kundan kunga ozlab ketib boradi. Bu kitoblar bilan tanishish orqali bu kitob Allohga tabiatga bo'lgan qiziqishini oshirib qolmasdan, ya'ni shu tabiatdagi har xil mo'jizalar ustida izlanish ro'yini o'stirishi mumkin. Shunda bo'lgan chaqda bolalarningki bu jihatdagi bilim sapasi, saviyasi bag'ansir eshitmaydi. Undaqda yana so'rab boqim keldi degan sizdan. 100 minglagan nima uchun nomli bu kitobningki masalani endi shu amaliyotga, turmushga, ommaga yaqinlashtirish maqsad qilib tuzilganligida gap yo'q. Undaq bo'lsa, bu kitob mush maqsadga yetaliganmi? Uningdan keyin kitobda hozir ta'kidlanayotgan shu qo'lni ishchan bo'lish, ilmiy bo'lish, mazmunli bo'lish, qiziqarli bo'lishdan iborat mush talab ishga oshirilganmi? Bu kitobda shu hozir ta'kidlanayotgan mush masalalar ishga oshirilgan. Buni deganimizda shu masalan bu kitobning ilmiyligi deganimizda shu hozirgi mayli shu tabiiy fan sohasidagi bilimlar bo'lsin, mayli ijtimoiy fan sohasidagi yoki mayli shu madaniyat, shu jamiyatimiz to'g'risidagi bilimlar bo'lsin, shu hammasi tafsili so'zlangan buningda. Ham qiziqarli degan emas, buningda ba'zi qiziqarli masalalar o'tirib qo'yilgan, buni javoblarni tafsili so'zlangan.
Masalan, qiziqarli deganimizda shu timsoh nima uchun yig'laydi degandek, shunday masalalar o'tirib qo'yib, shuni savolga javob berilgan. Timsoh nima uchun yig'laydi deyapti. Bu timsoh nima uchun yig'laydi deganda, shu timsoh hamda odatda shu dengizlarda yashaydigan bir hayvon bo'lganligi uchun, shu dengizning tarkibidagi tuzning miqdori bir qadar ko'p bo'lganligi uchun, bu kunda ko'p miqdorda tuzni shu azm qilib olganlik uchun shu tuzning sababidan yig'ilgandek bir xil tuyg'u berdi. Demak, bunday misollarni aytib ko'p degan gap bu kitobda. Nima uchun degan bu masala bizning tafakkurimizga, izlanish ro'yimizga, izlanish musobamizga, izlanish jarayonimizga. Shundaqla buningki hasolati badaliga maydon kelayotgan nurg'un kashfiyot, ijod ixtirolarningki maydonga kelishiga zid ta'sir ko'rsatdi ekan. Qarasak, bu 100 minglagan nima uchun degan nomli bu kitobdagi bu savollar, mazmunlar to'xtovsiz to'liqlanmoqda. Zamonga, makonga loyiqlashtirib, uzluksiz bu vaqtdagi savat uchurlar uzluksiz bu kitobga kirgizilib, yangilanib ketib bu kitob. Mushundaq keng sohaga chetildigan bu shu 100 minglagan nima uchun nomli qoral xarakterlik bu kitoblarningki albatta tuzilish jarayonidagi tarjima, buningga kirgizilgan savatlar, mazmunlar albatta bunu insan qiladigan, insan yozadigan, insan tarjim qiladigan ish bo'lg'achqa, buningdan ba'zi bilmay ketib qolgan nuqsonlar bo'lishi mumkin. Mushaqdagi nuqsonlarni ya bo'lmasa, mana shu kitobni tuzishda burundan keyin davomli to'liqlash tegishli taraflar deb qargan taraflarni bir sharhlab aytamizlar. Endi meningki endi o'ylaydiganim endi hozir fan texnikaning taraqqiy qilishiga bo'lib shu oilalardagi kompyuter qatorliq zamonaviy ilg'or texnikaning oilaga kirishi natijasida nurg'un odamlar shu kitobga sarfga vaqtga qaraganda shu kompyuterga sarfga vaqti biroz ko'proq bo'ladi ekan. Shuni meningki endi o'ylaganim endi buningki Xanzuchi nashrininki hozir bir qismliq shu ovozliq, suratlik filmlari ishlanib tarqatilibdi. Bo'lsa mushu jihatdan azroq kuch chiqarsak, chunki bizningki yosh o'smirlarimiz kitobdagi nimaga qaragan chaqda bizningki ovozli asarlarga ko'proq qiziqadi. Uni qaragan chaqda bizningki shu karton shaklda ishlangan nurg'un shu filmlarimizga texnik ko'proq qiziqadi. Bo'lsa mushu sohaga yana bir yurish qilib baqsak. Andaki ikincisi shu bilimning yengilishi intayin tez insonlar yetish bilmayotdi. Bo'lsa nashriyatimiz bu bilimning yengilishiga erishib, shu nima uchunning yengilishiga bir masqadan yetishmasa degan fikrim bor. Bilim bo'lsa bilish jarayoni. Demak, bilimning bilishdan iborat bu qimmatli tarbiyaga nima uchun degan savol yo'shalgan. Qadrli ko'rman do'st, sizmi har vaqt o'zingizdan nima uchun degan savolni so'rab turamsiz? Bu savolning tegiga yeta oladingizmi? Bu mesele qiziqsanglar 100 minglagan nima uchun nomli kitob o'zingizlarda bo'lgan. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimizni oxirlashdik. Xayr xo'sh, xushvaqt bo'ling.